Bugun gaplashadigan mavzularimiz leksikologiya mavzularini oxiri. Xudo xolisa bugun leksikologiyani tugatamiz. Mayda kichkina mavzular bor. Grammatika mavzuni o'rganishdan tashqari sizlar bilan esse haqida ham oz-moz gapirib o'tamiz. O'tgan darsda ham ozgina gapirganmiz. Esseda ozgina gapirganmiz. Ya'ni aytgan edikki, 12 ta band borligi, ulardagi so'z qo'llash bilan bog'liq xatolik, boshqa haqida gapirib o'tgandik. Xo'p, bugun yana o'shani davom ettiramiz. Xo'p, birinchi gapiradigan mavzuyimiz barqaror birikmalar. Barqaror birikmalar. Barqaror birikmalar. Qavs ichida yozib qo'yamiz. Turg'un birikmalar. Yondan yozing. Turg'un birikmalar. Barqaror birikma, turg'un birikma degani o'zgarmaydigan birikma. Ya'ni shunday bir birikmalar bor, ular o'zgarmaydi. O'zgarmaydi deganimiz so'zlarni almashtirib bo'lmaydi. Xo'p, ular bir nechta, masalan, ulardan birinchisi maqol. Maqol haqida gaplashamiz. Endi maqol nima yoki maqolga misol ayting desa, har qanday bir o'quvchi 10 ta, 15 ta, 20 ta maqol ayta oladi. Xo'p, maqol adabiyot darsligida ta'rif shunday beriladi. Maqol ota-bobolarimiz aytgan so'zlari. Maqolda fikr aniq bo'ladi, ifoda lo'nda, xulosa tugal bo'ladi. Unda albatta ibratli fikr aytiladi deydi. Masalan, bitta maqol topaylik. 7 o'lchab 1 kes. Yetti o'lchab 1 kes desak, bu bitta maqol. Yoki olmaning tagiga olma tushadi. Maqollar juda ko'p. Endi aytmoqchi bo'layotgan narsamiz maqol nimaligini o'rgatishda unchalik ham hojat yo'q. Maqolda ahamiyat haqida gapirganimiz to'g'riroq bu yerda. Barqaror birikma, nimaga buni barqaror birikma? 7 o'lchab 1 kes deganda birorta so'zni boshqa so'z bilan almashtirib bo'lmaydi. 8 o'lchab 1 kes deb bo'lmaydi. Yoki behni tagiga behi tushadi deb bo'lmaydi. U maqol yaxlit qotib qolgan, o'zgarmaydi. Xo'p, endi esseda maqol qo'llash masalasi bor. 12 ta band, 12 ta bandni 11-bandi ayni leksik xilma-xillik haqida ketadi. Xo'p, leksik xilma-xillik nima? Xo'p, 11-bandda beradida agar esse leksik xilma-xillik uchrasa esseda sizga 2 ball qo'shib beradi. Leksik xilma-xillik nima desa, barqaror birikmalardan foydalangan bo'lsa, yana davom etadi iboralar, bir narsalardan foydalangan bo'lsa, o'sha joyini olamiz. Esseda barqaror birikmalardan foydalangan bo'lsa, sizga 2 ball qo'shadi. Barqaror birikma nima desa, mana barqaror birikmani gapirdik. Barqaror birikmalar birinchisi maqol ekan. Sodda qilsak, xulosa qilsak, esseda maqol qo'llashingiz kerak. Hop, bitta bo'lsin, ikkita bo'lsin maqol qo'llash kerak. Endi maqolni o'rinli qo'llash kerak bo'ladi. Noo'rin qo'llab qo'ysangiz, qaytaga sizga ball bermaydi, ballingizni ayirishga sabab bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, shuning uchun biz sodda qilamiz. 11-bandni tushuntirayotganda esse darsimizni yana gapiramiz. 11-bandda siz esseda maqol qo'llashingiz kerak. Rosa qo'llolmasangiz bitta qo'llaysiz, bo'lmasa ikkita qo'llaysiz. Xo'p, endi tasavvur qiling, bitta mavzuda olaylik-da, o'sha mavzuda qanday maqol qo'llash mumkin shu haqida gapiramiz. Xo'p, endi xususiy maktab yaxshimi yoki davlat maktabi yaxshimi degan mavzuda bevosita mavzu o'qish bo'yicha, ta'lim bo'yicha bo'lganligi uchun beshikdan to qabrgacha ilm izla, ilmni chinga borib bo'lsa ham o'rgan, shunga o'xshagan maqollar seroq. Ta'lim haqida, ilm haqida maqollar seroq. Lekin tasavvur qiling, eksport va import masalasidagi esse tushdi. Bugungi kunda eksport hajmi oshib bormoqda, lekin import hajmini ko'paytirish kerak deydi ba'zilar. Shunga o'xshagan mavzu tushdi. Mavzu eksport hamda import.
Xo'p, o'zi eksport import nimaligini bilmasdan zo'r yozyapsiz-da, maqol qo'llash kerak deyapti. Eksport haqida maqol yo'q-ku, to'g'rimi? Qanaqa qilib maqol qo'llasa bo'ladi? Endi shu joyini yaxshi tushunib olish kerak. Maqol qo'llang deganda aynan eksport degan mavzuga mos bo'lgan maqol bo'lsin demayapti. Siz so'zlaringizni o'sha maqollar bilan dalillab ketishingiz kerak. Xo'p, qanday? Masalan, import nima edi? Chet eldan O'zbekistonga narsa olib kirish. Bilamizki, chet eldan narsa olib kirsak, bu import iqtisodiyot uchun yaxshi emas. Ya'ni import hajmi eksport hajmidan ko'payib ketib qolsa, bu salbiy oqibatlar olib keladi. Endi siz yozasizda, import hajmini oshirishda 7 o'lchab 1 kes maqoliga amal qilgan holda ish tutgan ma'qul. Qarang, umuman mavzuga oid bo'lmagan maqolni o'zingizni so'zingiz davomida qo'llab ketdingiz. Ana, leksik xilma-xillik degani shu. Mavzuga mos bo'lmasa ham siz so'zingizga moslashtirib oldingiz hali maqolni. Lekin olmani tagiga olma tushadi degan maqolni u vaziyatlarda endi qo'llab bo'lmaydi. Xo'p, shuning uchun nima qilish kerak? Biz mana shunga o'xshagan universal maqollar. Universal deganimiz istalgan bir vaziyatga, istalgan bir mavzuga moslashtirish mumkin bo'lgan maqollarni 10 tacha bir yodlab olishimiz kerak. Keyin o'shanaqa haligi maqol topish qiyin bo'lgan mavzu tushib qolgan vaqtda o'shanaqa maqoldan bittasini deb qo'llab o'tib ketamiz. Tushundinglar-a? Xo'p, uning uchun nima qilamiz? Sizlarga vazifa bo'ladi. Hamma kutubxonalarda maqollar degan kitoblar bor, o'zbek xalq maqollari. O'sha maqollarni istaysiz va kamida 10 ta maqol topib kelasizlar. Duch kelgan birinchi 10 tani emas. O'qib, tahlil qilib, universal bo'lgan ko'p vaziyatlarga mos tusha oladigan maqol topib kelasizlar. Xo'p, shu band bo'yicha yana gapiramiz. Essay yozishni o'rganayotgan vaqtimizda sizlarga uyda essay yozib kelinglar deb vazifa bersam, sizlar essay yozasizlar va ko'pchilik nima qiladi? Ko'pchilik aytayapti, eksport haqida ChatGPT ga aytayapti. Maqol topib ber menga deyapti. Desa, ana ChatGPT ichidan to'qib yuboryapti. Eksport bir narsa, import bir narsa degan maqol to'qib beradi. Endi ekspertlar demak oddiy o'qituvchi emas. Ular sizga o'xshagan talabgorlarni essaylarni tekshirib olib, mutaxassis bo'lib ketgan. Ular haqiqatda o'zbek maqolimi yoki ana ChatGPT topib beryaptimi, juda yaxshi biladi. Yoki bo'lmasa, mana ekspertlar ko'pchiligi repetitorlik qiladi. Ular essay yozishni o'rgatadi. Demak, o'sha jarayon ichida ular. Shuning uchun o'zingiz to'qib olib yoki ChatGPT to'qib berganini yozib qo'ysangiz, sizga ball berish o'rniga ball ayrishga sabab bo'ladi. Chunki maqol leksik birlik, barqaror birikmada o'zgartirib bo'lmaydigan narsa. Yoki ba'zilar maqolni to'laligicha eslolmaydida, yarmini o'zgartirib tashlaydi. U ham xato. Demak, maqol qo'llaysizmi? Aynan qo'llang. Bo'lmasa, qo'llamaslik kerak-da. Qo'llamasangiz bo'lmaydi, 0 ball. Lekin mavzuga uncha mos bo'lmagan maqolni qo'llab qo'ysangiz, yarim ball bo'lsa ham bor. Demak, maqol qo'llash yaxshiroq. Xo'p, shu joydan xulosa chiqaramiz. Essay yozayotganimizda kamida bitta maqol qo'llaysiz. Bo'lmasa 2 ta maqol qo'llaysiz. Tushundingiz? Shunda siz 11-banddan ball yig'gan bo'lasiz. Bo'ldi, davom etamiz. Xo'p, keyingisi aforizmlar. Aforizmlar. Xo'p, endi buni qoida qilib ham yozish shart emas. Chunki bilamizki, aforizm mashhur bir yozuvchidir, olimdir, shoirdir, shunaqa bir mashhur insonlarni aytgan ibratli gaplar. Ibratli bo'lish kerak, unda mazmun bo'lish kerak, shunda u aforizm bo'ladi. Xo'p, hozirgina aytganimiz 11-band. 11-bandda barqaror birikmalardan foydalansa deganda maqoldan demagan. Xo'p, maqol qo'lni olmadingiz, lekin vaziyatga mos bo'lgan bitta aforizm bilasiz. Masalan, o'tgan yil tushgan essaylardan birida bugungi kunda davlat byudjetini sportga ko'proq ajratgan ma'qulmi yoki ta'limga ko'proq ajratish kerakmi degan mavzuda essay tushgan. Demak, sportmi, ta'limmi degan mavzu. Shunda sport tomonini ma'qullayotganda bunday yozishgan. Xo'p,
vatanning demak mamlakatning dovrug'ini hech bir soha sportchalik tez dunyoga tanita olmaydi degan gap bor ekan. Kimning gapi bu? Islom Karimovmi? Shavkat Mirziyoyevmi? Bitta o'quvchi yozibdi, Islom Karimov vatanni hech bir soha sportchalik tez dunyo tanita olmaydi degan deb yozibdi. Bittasi yozibdi, Shavkat Mirziyoyev aytgan. Keyin o'sha ekspertlar guruhida bahs bo'libdi va bahsda aytilyapti, falonchi bittasi aytyapti meni bunaqa degan, boshqasi aytyapti meni bunaqa degan. Xullas 9 xil variant chiqqan. Bitta gap 9 xil variant. Falonchi aytgan, pistonchi aytgan, falonchi ketdi. Xo'p, endi bu vaziyatda ekspertlar nima qilgan? Xo'p, ekspertlarga aytilyaptiki, kim aytgani muhim emas. O'sha aytilgan gap rostdan aytilganmi? Talabgor o'zi to'qib olmaganmi? Va bu gapni muallifi muhim emas, vaziyatga mos qilib qo'llay oldimi? Demak, vaziyatga mos qilib qo'llagan, faqat muallifini adashtirib yuborgan. Xulosa chiqaramiz shu joydan. Xulosa chiqaramiz shu joydan. Ayrim vaziyatlarda o'sha berilayotgan fikrni manbasi muhim bo'lmaydi. Ekspert uni manbasini tekshirmaydi. Rostdan Karimov yozganmikin, Rostdan Mirziyoyev yozganmikin, internetdan istab topmaydi. Vaziyatga mos gapmi, bor gapmi, bo'ldi, ketaveradi. Shuning uchun ba'zi vaqtlarda bu haligi talabgorga qo'l keladi. Zo'r gapni esladingiz, kimnikiligini bilmayapsiz. Nima qilasiz? Qo'llar orasi degan xulosa chiqaradi. Lekin shu joyda ham aforizm qo'llash kerak ekan deb, hali o'zingizdan avliyo yasab bir ibratli gaplar yozib qo'ysangiz, bilinib qoladi baribir. Shuning uchun unaqa qilmagan ma'qul. Aforizm ketdi. Hozir o'nlab aforizmlar yozishimiz shart emas bu yerda. Xo'p, keyingisi ibora. Ibora. Ma'nosi bir so'zga teng keladigan ma'nosi bir so'zga teng keladigan so'z birikmasi yoki gap. Ma'nosi bir so'zga teng keladigan so'z birikmasi yoki gap. Shu ibora deyilar ekan. Misollar yozamiz. Masalan, do'ppisini osmonga otmoq. Nima degani? Xursand bo'lmoq. Xo'p, tarvizi qo'ltig'idan tushmoq. Nima degani? Hafsalasi pir bo'ldi ham ibora. Bitta so'z bilan aytsak, hayratlandim emas. Tarvizi qo'ltig'idan tushib qaytib keldi. Xafa degan ma'noga ko'proq. Yoki xafa bo'lmoq, ha? Xo'p, do'ppisini osmonga otmoq, xursand bo'lmoq edi. Tarvizi qo'ltig'idan tushmoq, xafa bo'lmoq. Ikkalasi antonim bo'lib qoldi. Yoki tegirmonga tushsa butun chiqadi. Nima degani? Yo'q, yana tegirmonga tushsa butun chiqar ekan u bolada. Bunda biron sho'xga ko'proq to'g'ri keladi. Shunaqa sho'xki deydi, tegirmonga tushsa butun chiqar. Hop, sho'x ma'nosida keladi ko'proq. Yerga ursa ko'kka sapchiydi. Bu ham sho'x. Demak, tegirmonga tushsa butun chiqadi degan ibora bilan yerga ursa ko'kka sapchiydi degan ibora ma'nodosh bo'lib qoldi. Hop, yoki boshqa, masalan, qo'y og'zidan cho'p olmagan.
qo'y og'zidan cho'p olmagan degani yuvosh, esli degan ma'noda keladi. Xo'p. Xo'p, tomdan tarasha tushgandek. Nima degani? To'satdan, qo'qqisdan. Kapalak uchib ketdi desa, qo'rqib ketdi. Xo'p, hozir ibora ayting desam, yana o'nlab iboralar aytasiz. Boshqa ibora topaylik. Masalan, do'ppisi yarimta. Nima degani? Yo'q. Do'ppisi yarimta nima degani? Yo'q. Yo'q. Nima degani? Yo'q. Do'ppisi yarimta degani beg'am degani. Mana ba'zi iboralar ma'nolarini bilmaymiz ekanda. Yoki qo'ltig'iga suv purkamoq deydi. Nima degan? Qo'ltig'iga suv purkamoq. Yo'q. Yo'q, o'rta og'iz bilan ketyapti o'diz. B sinfdagi qiz o'rta og'iz urilib ketdi. Keyin turtib o'tib ketadi, siz aytasiz. Ha, harf, turaver, deysiz. Ha, mana. Ya'ni gijgijlamoq. Ha, demak, shunga o'xshagan bir iboralar borki, ma'nosini bilmay qolamiz. Xo'p, oldin iboralar bo'yicha test tushardi. Mana bu ibora qanaqa ma'noni bildiradi? Bunisi qanaqa ma'noda? Amonim iborani toping, sinonim, bir narsa iboralar toping degan mavzular tushardi. Hozir bunaqa testlar yo'q. Ibora bo'yicha test tushmay qo'ygan. Xo'p, boyaroqda aytdik-ku, 11-bandda barqaror birikmalardan foydalangan bo'lsa dedi-yu, ibora ham barqaror birikma. Xo'p, iboradan foydalansangiz ham bo'ladi. Faqat hushyor bo'lish kerak. Esseda baholash mezonida birinchi band bor. Birinchi band uslub badiiy bo'lib qolmasligi kerak, so'zlashuv bo'lib qolmasligi kerak, publitsistik bo'lish kerak edi esse. Mana bu iboralarda esa badiiylik bor. Iboralarda obrazlilik bor, ma'no ko'chadi. Agar iborani noto'g'risini tanlab yozib qo'ysangiz, badiiylikka xos bo'lib qoladi, birinchi banddan balayishga sabab bo'lib qoladi. Demak, iborani ham vaziyatga mosi, unchalik ham badiiyligi bo'lmagani shunaqasini yozish kerak bo'ladi. Tushundinglar? Demak, iboralar shu. Shu uchalasi, ya'ni maqollar, aforizmlar, iboralar uchalasi barqaror birikmalar. Xo'p, bu barqaror birikmalarni birorta so'zini almashtirib bo'lmaydi. Shuning uchun bular barqaror birikma. Tushunarligi? Bo'ldi. Shu yerda barqaror birikma tugadi. Endi keyingi kichkina mavzu. Tasviriy ifoda. Tasviriy ifoda. Tasviriy ifodani sodda qilib aytamiz. Tasviriy ifoda birorta so'zni tasvirlab ifodalash. Masalan, dalada Makka jo'xori o'sib turibdi desangiz, Makka jo'xori. Bu oddiy so'z bo'lib qoladi. Unchalik ham haligi nima desa bo'ladi, qo'polroq so'z bo'lib qoladi. Endi Makka jo'xorini obrazli qilib ta'riflaydigan bo'lsak, bu dala malikasi. Dala malikasi degan so'z bo'ladi. Bu tasviriy ifoda. Tasviriy ifoda odatda ikkita so'z bo'ladi yoki uchta bo'lishi mumkin. Bitta so'z bo'lmaydi. Bitta so'zni tasvirlab ifodalab beradi. Dala malikasi. Lekin hushyor bo'ling, bunda ham badiiylik bor. Makka jo'xorini dala malikasi deb yorsiz, badiiylik bor. Bir nechta tasviriy ifodalar aytaman, ma'nosini topib ketamiz. O'rmon podshosi sher. Zangor ekran televizor. Oynai jahon bu ham televizor. Aql gimnastikasi yoki matematika. Charm qo'lqop ustasi bokschilar. Mo'kalam sohiblari kumush tola paxta emas. Ipak ya'ni pilla. Oq oltin paxta, qora oltin neft yoki ko'mir. Mana bilamiz ekan tasviriy ifodalar anchagina. Xo'p, tasviriy ifoda nimaga kerak bizga? Tasviriy ifodaning o'zidan tez tushmaydi. Tasviriy ifoda boya aytganimiz 11-bandga kerak. 11-bandda yozib qo'yadi-da, barqaror birikmalar,
tasviriy ifodalardan foydalangan bo'lsa degan. Tasviriy ifodani yozsak badiiy uslubga xos bo'lib qolar ekan. Unda nima qilish kerak? Tasviriy ifoda erkin birikma. Boya aytdik, maqollar, iboralar, aforizmlar barqaror birikma, o'zgartirib bo'lmaydi. Tasviriy ifoda erkin birikma, uni xohlagancha o'zgartirsangiz bo'ladi. Yangicha tasviriy ifoda tuzib olsangiz bo'ladi, yaratib olsangiz bo'ladi. Aytaylik, ta'lim sohasidagi bir mavzuga esse yozyapsiz. Ta'lim bo'lgandan keyin u yerda yoshlar haqida gap ketadi. Ko'pchilik esse yozayotganda yoshlar deb yoshlar so'zini ko'p takrorlaydi. O'tgan darsda gaplashdik, sinonimlar mavzusida gaplashdik. Bitta so'zni ko'p takrorlash sizni barajishga sabab bo'lib qoladi sizdan. Demak, o'sha yoshlar so'zini hadeb yoza olmasdan, yoshlar degan so'z o'rniga kelajak bunyodkorlari desa bo'ladimi? Yoki yurtimiz egalari desa bo'ladimi? Yoki yurtimiz ertasi desa bo'ladimi? Shunga o'xshaganlar yozsa bo'ladi. Yoki kitob haqida yozayotganda kitob demasdan aql mash'ali, bilim bulog'i, yana nimadir deb yozsa bo'ladi. Xullas, mana shunaqa holatlarda sal haligi ijodkorlikni ishlatasiz va yangi bir tasvir ifoda yaratishga harakat qilasiz. Tushunyapsizlar? Bu yozyaptimi chiqib? Xo'p, tasvir ifodalar shu. Menimcha qiyin emas. Tushunarli bo'ldi? Tasvir ifodalar qisqacha qilsak shu. Ayni bulardan tez tushmaganligi uchun ko'p to'xtalib o'tirishni lozim ko'rmadik. Endi keyingi kichkina mavzuchalarga o'tamiz. Xo'p, bu mavzular birinchisi efemizm. Nutqda ijobiy ma'nodagi so'zlarni qo'llash. Nutqda ijobiy ma'nodagi so'zlarni qo'llash. Nutqda ijobiy ma'nodagi so'zlarni qo'llash. Buni sherigi bor. Disfemizm. Nutqda salbiy ma'nodagi so'zlarni qo'llash. Salbiy ma'nodagi so'zlarni qo'llash. Bu haqida ham o'tgan darsda gaplashganmiz. Masalan, yuz degan so'zni misolini olganmiz. Yuz so'zini ijobiy ma'nosi qaysi edi? Chehra. Salbiy ma'nosi bet, avat, bashara, turk. Esse yozayotganingizda iloji boricha efemizmlardan foydalanishga harakat qiling. Ya'ni disfemizm, qo'pol so'zlardan foydalanmang. Xo'p, nimaga desa, men 11-sinf ona tili darsligida nutq madaniyati haqida gap ketadi. Darslik boshidan oxirigacha nutq madaniyatini o'rganadi. Madaniy nutq qanaqa bo'ladi desa, madaniy nutqning kommunikativ sifatlari bor. O'sha sifatlardan biri unda qo'pol, dag'al so'zlardan foydalanmaslik kerak. Ya'ni iloji boricha ijobiy ma'nodagi chiroyli so'zlarni qo'llash kerak. Masalan, o'ldi degan so'z o'rniga vafot etdi. Agar joni chiqdi desangiz, disfemizm. Kasal o'rniga betob. O'sal desangiz, o'sal yotibdi desa, bu disfemizm bo'ladi. Gapirmoq o'rniga so'zlamoq, ijobiysi javramoq, vaysamoq, bular hammasi salbiy ma'nosi. Iloji boricha aytyapmiz, ijobiy ma'nodagi so'zlarni qo'llash kerak. Xo'p, keyingisi sheva. Sheva. Ma'lum bir hudud doirasidagina qo'llana oluvchi so'zlar. Ma'lum bir hudud doirasidagina qo'llanuvchi so'zlar.
Bular sheva deyilar ekan. Bilamiz, sheva mana 12 ta viloyatda har bitta viloyatni shevasi har xil o'ziga xos. Yoki viloyatni ichida tumanlarda shevalari ham o'ziga xos. Tumanning ichida qishloqlar shevasi ham o'ziga xos. Men hozir shevaga xos so'zlarni ko'pgina yozib berishim mumkin, lekin bu bizga hozir zarur emas. Bizga qaysi so'zni, masalan, xorazmcha takiya, adabiy tilda do'ppi ekanligi hozir bizga muhim emas. Xo'p, shevadagi eng muhim narsalarni aytib o'tamiz. Sheva ham esse uchun zarur. Test uchun zarur emas. Bizni baxtimiz Andijonda tug'ilganligimiz. Nimaga desiz, Andijon shevasi adabiy tilga eng yaqin sheva hisoblanadi. Mutlaq, masalan, bitta misol aytay, shoti. Shoti degan so'z bor, shati deymiz. Shu adabiy tilda narvon. So'z umuman boshqa so'z bilan ataganmiz. Shunaqa so'zdan 10 ta ayta olasizmi? 10 ta ayta olmaymiz-da. Bizni shevamizda ko'proq so'zni buzib aytishga asoslangan. Ana shuni ashi, mana shuni mashi. Mana bu yoqqa kel, de, mayoqqa kel. Shu sal buzib aytamiz xolos. Bu jihatdan yaxshi. Endi esseda sheva qo'llab qo'ysangiz nima bo'ladi? Agar esseda sheva qo'llasangiz, birinchidan 12-band keladi. 12-bandda sheva qo'llagan bo'lsa, balayri yuboradi. Ya'ni aytadida, sheva qo'llanmagan bo'lsa 2 ball deydi. Sheva qo'llab qo'ydingizmi, balayirishga sabab bo'ladi. Qancha ko'p qo'llasangiz, shuncha ko'p balayirlar. Demak, 12-bandda sheva degan joydan balayir yuboradi. Xo'p, yana sheva degan so'zni yozib qo'ysangiz, birinchi band nima edi? Uslub edi. Publitsistik uslubda yozilishi kerak edi. Sheva qaysi uslubning elementi? So'zlash uslubining elementi. Shevadan foydalanib qo'ysangiz, so'zlash uslubiga xoslik bor ekan deb turib, u yerdan ham balayirishga sabab bo'ladi. Shuning uchun esse yozayotganinglarda shevadan foydalanmang. Tushundinglar-a? O'zi kam uchraydi. Endi men ashi deb yozmasa kerak hech kim. Shu vaqtgacha mana esse tekshiryapmiz, ko'ryapmiz. Biz o'quvchilar ayni shevadan foydalanmayapti. Sheva deganda faqat so'z emas, shevaga xos qo'shimchalar ham nazarda tutiladi. Baxtimizga bizni shevaga xos qo'shimchamiz yo'q. Toshkentda masalan yapti qo'shimchasi votdi shaklida. Namanganda yapti qo'shimchasi utdi, kelutdi deyshadi. Namanganlar, Toshkentda kelyapti deydi. Anjarlar kelyapti. Biz oddiy adabiy tilda gapiramiz. Shu jihatlari bizga yaxshi, qulay. Xorazm, Buxoro, Samarqand tomondagilar ancha qiynaladi shu joyda. Chunki ularda sheva ko'p. Masalan, sigirni enak, bo'zayni juvana deydi. Biz ham buzoqni bo'zay deymiz ekan. Bo'ldi. Unaqa ko'p emas ekan. Ba'zi shevalar bor. Endi shevaga aytyapmiz, misol aytsak, juda ko'p misollar yozishimiz mumkin. Bu misollarni hozir bizga yozishimiz foydasi yo'q. Muhim narsa, sodda qilamiz, esseda sheva qo'llamang. Tushunarli-a? Bo'ldi. Xo'p, sheva davom etamiz. Undan keyingisi varvarizm. Varvarizm. Nutqda boshqa tildagi so'zlarni qo'llash. Boshqa tildagi so'zlarni qo'llash. Nutqda degani, xoh u og'zaki nutq bo'lsin, xoh yozma nutq. Ya'ni esse yozayotganingizda varvarizmdan foydalanmaslik kerak. Varvarizm nima desa, biz nutqimizda ko'pincha ruscha so'zlar kirib qolgan nutqimizga. Masalan, men albatta sertifikat olaman demaydi, men kanishni olaman. Yoki men deyarli kelib bo'ldim desa, men uji kelib bo'ldim deydi. Yoki men juda charchadim demaydi, men vashshe charchadim, vashshe charchadim. Men uni oldin qilib bo'lganman, davno o'qib bo'lganman. Davno, uji, vashshe, korotchi, shunga o'xshagan so'zlar juda ko'p qo'llanadi nutqimizda. Agar shuni yozma nutqda ham olib kirib qo'ysangiz, bu xato. Agar mana ruscha so'z
o'zbekcha muqobili bo'lsa o'zbekchasini qo'llash kerak. Aytaylik, o'sha вообще o'rniga judani qo'llasa bo'ladi. Endi doska degan so'zimiz ruscha so'z. Uni o'rniga muqobili yo'q hozir. Endi yozuv taxtasi deyish mumkin, lekin doska o'zlashgan. Shu yerda tushunish kerak, o'zlashgan so'z bor, hali o'zlashmagan so'z bor. Hozirgina misol qilgan so'zlarimiz o'zlashmagan, uni qo'llasangiz xato. Telegramlarda ham sinf rahbaringiz mana narsani hamma qilib kelsin, tushunarlimi desa, ok ketadi. Ok degani okey, yaxshi, tushunarli ma'nosi ketdi. Bu inglizcha so'z o'zbek tiliga o'zlashyapti. Hali o'zlashmagan. Bizni yana baxtimiz shuki, Samarqand, Buxoro tomonlarda tojiklarda ta'siri katta. Tojik tili juda katta ta'sir qilgan va ularning nutqida tojikcha so'zlar ko'p qo'llanadi. Va beixtiyor tojikcha so'zlar qo'llaveradi. Bizda Qirg'iziston yaqin bo'lgani bilan qirg'iz tilining ta'siri unaqa ko'p emas. Umuman ta'siri yo'q. Shuning uchun endi esda yozayotganingizda men, конечно deb yozmasangiz kerak. To'g'rimi? Конечно so'zini yozilishini ham bilmasangiz kerak. Вообще deb esda yozmasanglar kerak. Demak, yozmaymiz. Bitikda misol yozib qo'ysak bo'laveradi. Вообще aytilishini yozib qo'yamiz. Вообще давно. Короче. Endi bu talaffuzdagi yozilish, talaffuzi bo'yicha yozilishi o'zi rus tilida boshqacha yoziladi. Xo'p, davom etamiz. Varvarizmdan keyin vulgarizm. Vulgarizm. Nutqda haqoratli so'zlarni qo'llash. Nutqda haqoratli so'zlarni qo'llash. Boshqacharoq qilib aytsak, so'kinish. Bu ham o'sha essaga ta'sir qiladi. Ya'ni so'kinish o'sha iflos, eshik, ahmoqdan boshlab ketaveradi. Oldingi onalarni so'kinishi bilan hozirgi onalar so'kinishini taqqoslaymanda, oldingilar nima deb so'kkan? Ha, o'lib qolmagur degan. Uying bug'doyga to'lgur deb gapirgan. To'g'rimi? Hali bitta she'r bor-ku, Ka'baga imom bo'lgur deb so'kar ekan. Desa, oxiri Ka'baga imom bo'lib ketadi. Hozirgilar nima deb so'kadi? Itti bolasi deydi. Temgan deydi. O'zini bolasini aytyapti. Temgan deydi. U degani u o'zini so'kyapti, bolani so'kmayapti. Temgan desa, o'zi it bo'ladi. Itti bolasi desa, o'zi it bo'ladi-da. Cho'chqa, mol deb so'kadi-da. Demak, mana endi xudo xolasa sizlarni so'kmayu, so'ksam endi so'kaman. So'kishlar topib olmayman. Biz sertifikat olguray deyman. Aplis olguray deydi. Aplis olguray desa, iflos deganga o'xshab ketadi. Ya'ni bir-biringizni so'kaysiz ham, sertifikat olguray desangiz, bu tilay bo'lib ketadi. Ya'ni shunaqa. Xullas, mana nutqda haqoratli, so'kinadigan so'zlarni qo'llasangiz, buni ati vulgarizm. Ya'ni hech qachon esseda "Ey, iflos ekspert" deb yozmasangiz kerak. Menga yaxshiroq baho qo'y demasangiz kerak. Esseda buni qo'llasangiz balayrilar. 12-banddan varvarizm, sheva, vulgarizm. Yana bitta sherigi bor. Parazit so'zlar. Parazit so'zlar. Nutqdagi noo'rin takror va to'xtamlar. Nutqdagi noo'rin takror va to'xtamlar. Noo'rin takror va to'xtamlar. Bitta o'quvchini chiqarib, ingliz tilida o'zingiz haqingizda gapiring desam, my name is Afzaldan deydi-yu. O'sha joyda degan joy parazit so'z deyiladi. O'ylanib turgan vaqtda deydi-yu, o'shalar parazit so'z. Tushundingizmi? Bu parazit so'z nutqni buzadi. Odam qachon unaqa ga yo'l qo'yadi? Bitta gapni aytdi, ikkinchisini aytish uchun uni o'ylash kerak.
o'ylayotganda orada vaqt uzayib ketib qolsa, nutqda to'xtash bo'lib qoladi. Shu to'xtashni nima bilandir to'ldirish kerak. Va odatda bilan to'ldirishadi. Demak, shu so'zlar parazit so'z. O'zi so'z emas bu, to'xta, lekin parazit. Undan tashqari ayrimlar nutqida odat bo'lib qolgan so'zlar bor. Masalan, ba'zilar aytadi, demak so'zini ko'p qo'llaydi. Ba'zilar xo'p yoki xo'sh deyaveradi. Yana qaysidir odamda qanaqadir so'z odatga aylanib qolgan, ko'p aytadi shu so'z. Shu so'zlar parazit so'z. Tushunarligi? Bu parazit so'zlarni qo'llamaslik kerak. Esseda ham aytdik 12-bandda bunday yozgan. Esseda sheva, varvarizm, vulgarizm, parazit so'zlar uchramasa 2 ball degan. Bizni o'quvchilarimizni aksariyati shu joydan bemalol 2 ball olyapti. Xo'p, ba'zida parazit so'z deb ball ayirib yuboramiz. Qachon? Aytaylik, o'sha maktab haqida qanaqadir esse yozyapsiz. Mavzu maktab haqida bo'lgandan keyin maktab degan so'zni yozish kerak. Ba'zilar shu so'zni ko'p aytirib yuboradi. 10 marta, 20 marta esseda 10 martalab, 20 martalab maktab deb yozadi. Demak, shu o'rinda maktab so'zi parazit so'zga aylandi. Nutqida noo'rin takrorlanyapti. Ba'zilar yozadi ular, unga, undan, uning deb ketaveradi. Sanab chiqqanimizda bir marta u degan so'z, o'sha har xil kelishinglar qo'shib u degan so'zni 25 marta takrorlaganlar ham uchragan. Bu bitta parazit so'z. To'g'ri, bu joy 25 marta takrorlasangiz ham parazit so'z qo'llabdi deb yarim ball ayirish mumkin xolos. Lekin essening umumiy mazmuniga ham ta'sir qiladi-da, hadeb takrorlaysiz. Shuning uchun parazit so'z bo'lib qolmasin. Buni haligi o'tgan darsimizda ham aytganmiz, so'z takrori bu ball ayirishga sabab bo'ladi, ma'nodoshni qo'llaylar dedik-ku. Bu yerga ham o'sha taalluqli. Va ayrimlarda uchraydigan narsa mana bu varvarizm. Bilmagan holatda ruscha so'zlarni esseda qo'llab qo'yadi. Bu varvarizmni qo'llaydi, bu baribir xatolik. Demak, mana shu holatlarga rioya qilinsa, esseda ball yig'ilar ekan. Mana esse bu ochko yig'ish. So'z takrorlamang, maqol qo'llang. Mana bunaqa so'zlardan foydalanmang. Sizni o'sha yerda 4 ballingiz bor. 11-12-bandlarni 4 ball olasiz shu yerda. Lekin men aytishga oson, uni yozganingizdan keyin unaqa qilish qiyin bo'lib qoladi. Bilmasdan 10 martalab takrorlab qo'ygan bo'lasiz. Bilmay qolasiz. 20 marta takrorlaganingizni bilmay qolasiz. Xo'p, shunaqa. Endi bugungi asosiy mavzularimiz shulardan iborat edi. Bu leksikologiyani oxiri. Qisqaroq qildik. Sababi aytdik, bu joylardan test tushmaydi. Siz parazit so'z nima, varvarizm, vulgarizm, sheva nima bilib olsangiz bo'ldi. Uni ichiga kirib, uni bo'laklarga bo'lib, unaqa qilib o'rganish umuman zarur emas. Shuning uchun o'rganmang. Savollar. Mavzu tushunarlimi?